Assalomu alaykum, Chorva biznes kanalining hurmatli kuzatuvchilari. Bizni Instagram, YouTube orqali kuzatib turgan aka-ukalar, qadrdonlar, hammaga xayrli kun. Bugun 2025-yil 8-may, hafta kuniga payshanba. Andijon viloyati, O'zbekiston Chorva bozoridamiz. Qadrli obunachilar, bugun sizlar uchun katta buqalarimizni narx-navolarini qo'ldan kelgancha video obzorlar qilib beramiz. Videoga bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmalarini bosib qo'yasizlar. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Sizlar uchun kerakli ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Akalar, bozorda eng gigant buqalaridan mana. Xo'p, buni savdosini hali bilmadik. Bunimiz savdosi bo'ldi. Katta buqamiz 56 dan, 56 dan 50 ming so'm skidka bor. 50 ming so'm skidka 870 mi? 782 kilo. Qadrli obunachilar, 782 kilo. Xo'p, 56 dan 50 ming so'm skidkasi bor. Boqqanga rahmat deb yozib qo'yasiz. Chorva biznes deb chiqadi. Qadrlilar, olganga ham sotganga ham Alloh baraka bersin. Buqamiz rosa chiroyli ekan. Sifatli, zo'r boqqan ekan. Bu yoqda bitta shvetimiz ham bor ekan. Ukalar, ko'rib turasizlar, savdolari hozir bilib beramiz. Bu hali germanskiy shvetdan shekilli. Shoxlari yo'q, germanskiy shvetlarimiz bo'ladi-yu, ana shulardan ekan. Oq tumshuq. Uzurba degan pechatlari ham bor ekan qulog'ida. Kommentariyada savollar bo'lsa javob beraveramiz, xudo xolasa. Ukalar. Savdolarimiz bo'lyapti. Asl savdosi bo'ldi, o aka. Mana unimi? Necha puldan bo'ldi? Savdosi 58 dan bitgani yo'q hali. Baraka bo'lmadi, aka-ukalar. 58 ming so'mdan taroziga so'ralyapti. Yelkani qaraydi, bo'yinni qaraydi mana. Mana tuyanib o'tiradigan olib ketibdi. Tuyani o'ngachidan olib ketibdi, tepa ham. Yonidagi shvet. Bu 58 dan savdosi bo'lyapti. Buniki nima bo'lyapti bilmadik ham. Vashi katta narsa ekan. Yonida o'zi ham bir 30 santimetr baland turibdi-da. Ona eti dahshat. Mana sariqdi ham. Eti zo'r. Like'larni bosib turasizlar, aka-ukalar. Bugungi bozorda eng katta buqalar. Bu olani qaranglar, aka-ukalar. Men bo'yimdan baland turadi ekan bu chaman, mendan balandroq 2 metr shekilli. Shvet bilan olay, eng kattasi olib chiqsin. Necha puldan bo'ldi bular, aka? 65 dan kami bor. 65 milliondan kami bor. Ana uni bo'yni necha chiqadi? 2 chiqam? Chiqaradi ya. Mendan baland turibdi-yu. Like'larni bosib qo'yasizlar, aka-ukalar. Qancha savdosi bo'ldi, aka? Narigisini. Mana o'rtadagini 55 ming so'mdan. taroziga, 55 dan taroziga savdosi bo'lyapti, aka-ukalar. Bermayapman. Bergani yo'q hali. Bermayapman. Olganga ham, sotganga ham baraka bersin. Boqqanga rahmat deb yozib qo'yasizlar, aka-ukalar kommentariyga. Ana shu o'rtadagi savdosi bo'lyapti ekan, 55 dan taroziga so'rashyapti. Bos bo'ldimi, aka? Necha pul qilishdi? 39 million so'mgacha bor patologiya. Bu ashi german shvetlardan-a? Tozasidan. Zotga ishlayveradi-ya? Xohlasa. Kuragi qanaqa? 2 kurak. Qora suvdan emasmi? Uni tagi qora suvdan emasmi? Qora suvdan keladimi? Qora suv fermay boruvdi-da 1-2 kun oldin. Chiqaradi yaxshi tomonlar. 14,5 ming savdosi bo'lyapti ekan, aka-ukalar. Mana shuni ovozchamiz. 14,5 million so'm. Sotildimi aka bu? Necha pul oldi? 14 million 700 ming so'm. 200 mingni kam 15 million, aka-ukalar. Olganga ham, sotganga ham Alloh baraka bersin. Like'larni bosib qo'yasiz.